uch toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi. Bironta yaxshilik osmonga ko'tarilmaydi. Qochoqning to xo'jayinlariga qaytib qo'lini ularning qo'llariga qo'ymagunicha, erini g'azablantirgan, norozi qilgan ayolning to eri undan rozi bo'lmagunicha, g'ammasning to o'ziga kelmagunicha, kayf tarqamagunicha. Ibn Hibbon hamda Ibn Huzayma rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: yana hozir bo'lgan safarda bo'lmagan ayolga erining ruxsatsiz ro'za tutishi va uning iznisiz birovning uyiga kirishiga izn berishi halol emas. Buxoriy rivoyati. Ushbu hadis sharifdagi hukm ixtiyoriy. Nafl ro'zalarga taalluqli bo'lib, erining haqqi ulug' va itoati vojib bo'lgani bois undan izn so'ramay turib xotini ro'za tutishi mumkin emas deyilmoqda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: agar biron bandani boshqa bir bandaga sajda qilishga buyurgan bo'lganida, shubhasiz xotinni eriga